QR kodsiz ham kessalaring bo'ladi. Bu narsa sig'mas agar shtraf qiladi. Do'stlar, shunday ko'rsatalaring bo'ldi. Men Arabiston pechatiman bor edi. Vodvoreniya, deportatsiyaga ism, familiya, pasport seram bir metro yo'lda kirishda bitta tog'amiz bor do'stlar. Sizlar biz aeroport Vnukoga metroda keldik. Aytmoqchimanki, Vodiyga ham, Vohaga ham, Toshkentga ham aeroport Vnukodan bilet olsangiz, bemalol metroda kelsalaring bo'ladi. Albatta, chiqishda tog'alar bo'lmaydi. Stop pullaring ancha ekonom bo'ladi degan umiddaman. Shunaqa gaplar. Eskalatordan chiqqandan keyin o'zi hamma aeroport tomonga qarab ketadi. Agar birinchi marta kelib turgan insonlarimiz bo'lsa, hamma aeroport tarafga qarab ketadi. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum, hurmatli Saidjon Airways aviatsiyasidan kuzatgan aziz obunachilar. Biz aeroport Vnukoga keldik. Bugun juda ham ko'p passajirlarimiz bor. Samarqand, Toshkent, Buxoro va Navoiyga bilet olishgan insonlarimiz bor. Bizda keyin kutib olib kuzatib boramiz va shu mobaynida sizlarga yangiliklarni eslatib boramiz. Aytganchalik, kommentariyani birinchisida Saidjon Airways aviatsiyasi Telegram kanali bor. O'tib obuna bo'linglar. Tezkor yangiliklarni va eng arzon biletlarni, kirdi chiqdi xizmatlari, Grensiyaga borib kelish, xolos hamma tema bo'yicha Telegram kanalimizda ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzularimiz do'stlar, ya'ni 1-sentyabrdan yangi qaror chiqqan. Moskvada patent olib Moskovskiy oblastga borib ishlasa bo'ladimi yoki Moskovskiy oblastda patent olib Moskvaga kelib ishlasa bo'ladimi? Leningrad, ya'ni Sankt-Peterburgda patent olib boshqa territoriyalarga, Rossiya territoriyalariga borib ishlasa bo'ladimi? Bu mavzu bo'yicha ichkarida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Chiroyli qilib tushuntirib borishga harakat qilaman. Обязательно videoga bittadan like bosib, kengroq tarqatishga podpиска qilsanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Kommentarda o'z fikrlaringizni qoldiringlar, qanaqa mavzular sizlarga qiziq. Haftada 4 kun bo'lsa, 4 kun men aeroportlarni polni aylanaman. Inshaalloh bugun aeroport Vnukoda sizlarga kerakli informatsiyani joylab boraman. Chislamiz 26-iyun. Esdan chiqmasin do'stlar. Videoga обязательно like bosib, eng yaqin musofir do'stingizga jo'natish iltimos qilamiz. Aeroport Vnuko birinchi etaj. Men o'zim birinchi etajdan kelaman. Hozir metrodan chiqdim mana. Metrodan chiqib, birinchi etajdan ushdan kirib ketaman do'stlar. Ikkinchi etajga bizda kelmaydi do'stlar. Umuman taksi zakaz qilmaylar. Sababi doim tog'lar bo'ladi. Birinchi etajda inakda bo'ladi, inakda yo'q do'stlar. Va shu birinchi etaj stalbalari A9, A8, A7 ona ko'rinib turibdi do'stlar. Ko'rib turibsizlar? Xudo xolasa chiroyli qilib video kontent ishlab berishga harakat qilaman sizlarga. Yurtdoshlar, Vnuko Toshkent, Vnuko Samarqand, Vnuko Buxoro, O'zbekiston havo yo'llaridan xudo xolasa chiroyli qilib passajirlarimizni kutib olib, kuzatib boramiz. Birinchi etajda bitta tog'a bor do'stlar. Shunaqa gaplar. Qani ketdik bo'lmasa. Mana shu birinchi etajdan shunday kirganlaringda sizlar mana tomonga men doim shunday xolasini eskalator bilan ikkinchi etaj chiqinglar. Eng qulay, eng zo'r variant mana bu tomonda lift bor. Liftga chiqib mana shu xolam mana lift kutib turishdi. Liftga chiqib bemalol O'zbekiston havo yo'llarini registratsiya stoykasining oldiga chiqadi. Liftni bosib qo'yasizlar. Chiqaradi. Liftdan shundoqqina chiqib, ikkinchi etajga to'g'ri 51dan 60-chi O'zbekiston havo yo'llari bu yoqda mana ketyapti. Vnuko Toshkent O'zbekiston havo 32 bagaj registratsiyalar boshlanibdi. Mana bitta chamadon 32 kg bo'lishiga qo'llanilgan 8 kg ruchnoy qiladi. Hop, 20 da uchadi, 1 soat qolganda registratsiya yopiladi. Bu tomonda Vnuko Buxoro, Vnuko Urganch plus Vodiy, Voha. Mana shu 51dan to 53-54-stoygacha bo'ladi mana. Kechki holatlar. Vnuko Buxoro, Vnuko Urganch. 23 ga 8 bagaj. Bu tomon Toshkent 32 ga 8, bag'ga 23 ga 8 bagaj. Xudo xolasa 8 dan 17 gacha bu Rossiya territoriyasining ichiga bilet olganlar mashinadan kirib ketasizlar. Bu yerda tamojniy kontrol bo'lmaydi. Mana tamojniy kontrol bo'lmaydi. Hop. Bu yoqda 232-kassa O'zbekiston havo yo'llarining kassasi do'stlar mana. Mana gaplar, aeroport Vnuko вообще o'ta go'zal, o'ta chotki. Azlar mana Farg'onaga o'zi Toshkent, Farg'onaga pasatka boshlandi. Ikkinchi etajda biz tarozi bor mana, besplatniy emas, lekin 100 rubl, 50 rubl to'laysizlar. Shunday kirganlaringda ikkinchi etajda tog'lar umuman yo'q mana. Hammasi chotki. Ikkinchi etajda tog'lar yo'q azizdoshlar. Shunaqa gaplar. Azizdoshlar, birinchi etajda bitta tog'a bor ekan, bemalol kelaverasizlar azizdoshlar. Lekin podval yo'lda, o'sha metro yo'lda kirishda bitta tog'amiz bor do'stlar. Kompaniyaga yuter bilet olgan do'stlarimiz 71dan to 73, 74, 75 gacha Vnuko Farg'ona 20 kg bagaj bor, 5 kg ruchnoy qiladilar va bemalol kelaverasizlar hurmatli azizdoshlar. 71dan 74, 75, 76 gacha bemalol kelasiz. Aeroport Vnuko ikkinchi etajda shunday kirganlaringda yuter aviakompaniya ruchnoy qiladilaringga ehtiyot bo'linglar. 200 gram ko'p bo'lsa ham shtraf qiladi. Tushunyapsizmi? O'z Farg'ona registratsiyalari ketyapti. Shtraf to'lamasalaring uchirmaydi. Shuni jostki bu. Kompaniya Pobedaga bilet olganlar, mana shunga ruchnoy qiladigan mana sig'ish kerak.
yoping mana. Mana shu rona bo'lishi kerak, lekin to'g'risi masalani oling qo'lingizga qattiqroq bo'lsa ham bosish kerak aka buni. Qarachi, mana bor rona bo'lishi kerak ekan. Avvaldan tiqib, xullas, yo'machozga aylantiringchi. Xullas mana shunga sig'ish kerak azizlar. Sig'masaga shtraf qiladi. Yurtdoshlar, Vnukovo Samarqand Pobedava kompaniya, Vnukovo Toshkent ketyapti do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Xo'p, registratsiya qilgani har doimda eslatib qo'y, 128 dan to 140 mana shu Pobedava kompaniyaga qaraydi. Bemalol kelaverasiz, lekin ruchnoy kladlaringiz juda ham jostki ushlaydi. Qarab olinglar. Ruchnoylaring ko'p bo'lsa mana ko'rasizlar, bosyapsiz. Ruchnoy kladlaring idishiga sig'masaga 3,5 mingdan 5,5 ming rublgacha shtrafini to'lashga tayyor turinglar. Shunaqa gaplar yurtdoshlar. Bez bagaj, undan ko'ra O'zbekiston havo yo'llari 1000 so'm birayam qilsa havolarga bilet olishni tavsiya qilaman. Yurtdoshlar, qora akamiz, ishonasizmi yo'q, men insonni maslaga ozgina istarib aytib ketaman. Bu inson men bilan 3 yil qancha bo'ldi? 3 yildanmi? 3-4 yildan beri men aviakassa sohasiga birinchi kirganimda hali uyga klientlarimiz ko'payib ketadi, hali sizlar yaxshi etaplarga chiqasiz degan 4 yildan oshiqroq mana o'zim bilet yozib beraman. O'zbekistonga kelishgan, ketishlariga ham biron marta boshqa joyga murojaat qilishmaydi. Ona o'zi aeroportda O'zbekistondan Farg'ona Vnukovo yo'nalishi bo'yicha kelgan ukalari osilib olsa, u insondan ham chiroyli informatsiya olamiz. Holat nima bo'ldi? Qora aka, charchashlar yo'qmi? Tinchmisiz? Alloh rozi bo'lsin. Biron marta o'smay bormagansiz? Qoyil. Yo'q, bir marta borganmisiz, qochganingizda. Yo'q, men sizdan qochmaganman qora aka. Mana shu inson biron marta O'ksimga bormasdan doim onlayn biletlar olishadi. Qora aka nechida bo'lib qoldi? Hammasi nolda. Ha, mana. Keyin endi qaranglar, mana shu narsasiga aytib o'tay, qaranglar, gos usluga mana tayyor подтверждение qilingan Rossiya territoriyasida kim bo'lsa agar, mana gos usluga inini sneslaring bo'lsa agar, mo'y dokumentga borib, vaqtlarni ketkizib, ularni qo'sh tovog'iga qarab o'tirishda vaqt ketkizmasdan, просто через telefon orqali nalogiga borib yoki shuni o'zlaring ham qilsalaring bo'ladi. Mana shu to'g'ri qora akamiz gos uslugalar tayyor. Xo'p, mana shu narsani sizlarga aytib qo'yib va qaranglar, O'zbekistonga shu iyunni boshiga ketmoqchi bo'lgan do'stlarimiz gos usluga tayyor ochilgan bo'lsa, bemalol ketaverasizlar. Mabodo Rossiyaga kirib kelganingda QR kod yoki gos usluga shunday ko'rsatsalarning bo'ldi. Uje mana ochildi degani, seni dokumenting 100 ga 100 tayyor degani. Bu dokumentlaring 100 ga 100 tayyor bo'lmasa, bu narsa ochilmaydi do'stlar. Tushunasizlar? Ochilmaydi. Shuning uchun sizlarga aytib qo'yapman. Обязательно gos uslugaga hech qanaqa muammo qilmasdan, bemalol xohlagan paytda, xohlagan joylaringga borib kelishlaring. Hozir qora akam savol berishadi. Shu savollarni men aytib o'tib ketyapman sizlarga. Qora aka, sizga kattakon rahmat. Shuncha yildan beri meni nima deydi, poddeshka qilasiz. O'zingiz nima deysiz, musofirlarimiz uchun? Joningiz sog' bo'lsin deyman-da. Mana onlayn bilet olsa ishonarlimi, ishonchli emas, mana aviakassamdan. Misol mehnatimni siz ko'ryapsiz, mana aeroportga kelaman. Qanday ishonarli, hamma kelib olsa bo'ladi. Shu WhatsAppdan olinglar-da, endi Telegramdan olmanglar. Ha, Telegramdan, что mana qora akam aytgan bahona, Telegramdan men informatsiya bermayman. Bilet hokazi bo'yicha Telegramdan bilet sotaman. Faqat через WhatsApp orqali bilet olishlarini iltimos qilaman. Hammalarga kattakon rahmat. Hozir O'zbekistonga kelgan insondan chiroyligina bir sizlarga informatsiya olib berishga harakat qilamiz. Azar mana hozir Namangan Vnukovo 26-iyun bugun chiroyligina uchib kelishibdi. Xudo o'zi aeroport Vnukovoga kelishdi. Bu insondan bir qisqaroq ma'lumot olamiz. Hisobi tekshiruv bo'ldimi, yo'qmi, so'roq savol qildimi, qancha muddatda chiqdi. Xudo xush kelibsiz. Nechta chiqdi, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi chiqdim, tekshiruvlar bo'lmadi. Meni Arabiston pechatim ham bor edi. Men aslida so'radimgina, so'ramadi ham. Shunday bordik. Nimaga kelding dedi. Rabotaga ishga keldim dedim. Pechatim bosdi, oq yo'l dedi. Shunday gapni ko'paytman, chiqarib yubordim. Bo'ldi, gap yo'q. Endi keyingi savol, qancha vaqtingiz ketdi chiqishingizga? Hozir men keldim, oldimda 5-6 odam bor edi. Unchalik ko'p ham bo'lmadi. Bir 45 minutga bormasdan chiqib ketasiz. 45 minutga borib chiqib ketdi. Yarim soat 45 minut orasi chiqib ketardim. Gap yo'q. Hurmatli aziz sizlarga bu qaynoqning informatsiyasi inshaalloh ishlarni rivojini bersin. Mana shu Rossiya territoriyasiga nima niyat qilganmiz, niyatlari hammasi amalga oshsin. Aka, omadingiz bersin iloyim. Rahmat. Hozir qo'limda turgan talon Toshkent Vnukovo bugun 26-iyun, xudo xolasa akam uchib kelishdi. Inshaalloh hammasi shotga chiqibdi. Aka, qanaqa bo'ldi kelishlar? Normalda endi savol javob yo'q. Savol javob yo'q, что ochilgan. Ochilib ketdi-da. Hurmatli aziz do'stlar, Bemalol ko'nglim topdi, kelverasiz. bemalol kelaverasizlar. Nima qanaqa savollar biron nima berdi? Hech savol yo'q. Gap yo'q. Hurmatli aziz do'stlar, bemalol aeroport Vnukovoda mana akamdan 26-iyun bugun sizlarga chiroyligina talonlari mana informatsiya beryapman. Lekin iloji boricha, keling. Aziz do'stlar, mana migratsiyani eslatib qo'yishdi. Ism, familiya, pasport so'rang, birma-bir tekshirib o'ringlar. Agarda ism bilan yoki familiya bironta bukasida xatogarchilik bo'lsa, dokument qila olmaysizlar. Shu mana akam eslatib qo'yishdi menga. Sizlar uchun xizmatda. Hurmatli aziz do'stlar, boshi aytib o'tgan yangiligimiz bo'yicha, shtobi 1-sentyabrdan qonun chiqqan, shtobi Moskovskiy oblastida patent olib, Moskva territoriyasida ishla olasizlarmi? Bemalol ishla olasizlar. Qonun chiqdi. Hali imzolagan yo'q. Imzolasaga siz birinchilardan yetkazaman sizlarga.
Va Moskva shahrida masalan patent dokument как положено Moskovskiy oblastda ish chiqqansa Moskovskiy oblastga borib bemalol ishlasalaring bo'ladi. Xudo xolasa. Endi Sankt-Peterburglarda masalan Sankt-Peterburgda ham chekka joylari bor, oblast taraflari bor. O'shalarda ham patent olib Sankt-Peterburg shahar sentriga kelib ishlasalaring bo'ladi. Xudo xolasa tez kunda buni imzolanishi bilan sizlarga yetkazib borishga harakat qilaman. Inshaalloh qo'limizdan kelguncha. Yana bitta savol bo'libdiki, aka Moskovskiy patent dokumentlarim Moskovskiy yoki Podmoskvada menga ish chiqib qoldi, borib ishlasam, militsiyaga yoki DPSga tushib qolsam nima holat bo'ladi? Bunaqa vaziyatda do'stlar faqatgina sizlarni shtraf qilishi mumkin bo'ldi. Выдворение, deportatsiyaga olib bormaydi bu temalar. Inshaalloh men xursandligim tarafi masalan katta patent dokument qilishdan qat'iy nazar Rossiyada xohlagan tarafingizga borib ishlasangiz bo'ladi. Mana shu narsa menga juda ham plus bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Mana shu taraflarni sal nima deydi, xursandchilik bo'lyapti, lekin bir tarafdan siqib kelyapti, bir tarafdan endi qulayliklar qilishni iloji bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Bemalol sizlar uchun xizmatlaringda arzon biletlar kerak bo'lsa, qanaqa muammolaring bo'lsa, pastdagi nomerlarga обращаться qilasiz. Shaxsan o'zim kutib olib, kuzatib olaman. Ko'rdaning O'zbekistondan kelgan insonlardan ham qisqa va lo'nda sizlarga informatsiya olib berdim. Bitta narsani aytib qo'yay, bugun 26-iyun bo'lsa, men birinchi chista sizlarga aeroport Vnukovoda yana intervyu qilaman. Nimaga? Oyda oxirigacha bilet juda ham ko'tarilib ketdi. Birinchi chistaga bilet arzonligi uchun o'zim oilamga birinchisiga bilet yozdim. Hech qanaqa QR kod ularga tashlab berganim yo'q, hech nima deganim yo'q. Просто jim qo'yib qo'ydimda. O'sha insonlar kelganda intervyu olib beraman sizlarga iloji boricha uydagalarimdan, чтобы QR kod so'radim yoki masalan QR kodsiz ham kelsalaring bo'ladi. Bu narsani sizlarga aytib o'tayki, kelganlaringdan keyin bemalol chiqib QR kod qilib o'sha dokumentlarni qo'ygandan keyin SNES inlaringni olib Gosuspoga borib подтверждение yoki o'zlaring ham bemalol qilsalaring bo'ladi. Lekin men 1-iyun kuni sizlarga 1-iyul kuni обязательно QR kodsiz chiqqan insonlardan men sizlarga intervyu beraman. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.